дорогие друзья, вот так празднует Туркестан. День Навруз отмечает Казахстан. Узбекистан тоже отмечает. Средняя Азия отмечает. Народное искусство. Соколы. Folklor ансамбль Навруз bayramingiz muborak bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, mana bu Qozog'iston xalqini yurtdasi. Qoraqalpoqda ham shunday. Mongoliyada bo'ldi. Mongoliyada ham shunday. 6 oy qayda bo'lma, qayda yurma. Mana haqiqiy Qozog'iston xalqi mana bu dasturxonlari. Bugungi Navruzda tayyorlangan barcha shirinliklar. Ammo saxovatli ro'za Ramazon oyida juma kunida bugun Navruz bayramimizdamiz. Hoji Ahmad Yasaviy bobom ziyoratlari barchamizga madad bo'lsin. Я еду в Москву. Расцветали яблони и груши, были туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. Выходила, песню заводила, про Сибного Сизворла, которого любила, про того любила. Aziz yurtdoshlar, bugun Turkiston qalasidaman. Hoji Ahmad Yasaviy bobomni ziyorat qilib, mana bugungi bayramda, Navruz bayramida qatnashmoqdaman. Bu bayram bu yil ro'za Ramazon oyida, xosiyatli Ramazon oyida bugungi kunimiz juma kuni. Shuning uchun Arslonbobni ziyorat qildim. Ahmad Yasaviy O'kashatani ziyorat qilib, endi bularni olib Moskvaga qarab yo'l olaman. Bu Turkiston. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Navruz. Qozon eli O'zbekistondan salomlar. Navruz elimiz qutlug' bo'lsin. Nastoyaşi davrullari. Aleyküm selam. Keling. Başımızda gelişen dostluğu bugün Navruz merkezde